Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli barakotli bo'lsin deb. Bugun hafta kuniga dushanba 24-mart 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda oldidan o'zimizning xonadondan toza hisorzotga mansub simjon egizakchilardan so'raganlarga nomer adinlarni ko'chatlardan kelajak bolalarni olib kelib berganmiz. Agar mana qaranglar, juda ham go'zallardan. Ujumol bolalar datilib bo'lgan ancha, enalar usora qo'y, aybi shu jicha pardadandoz bo'lmagan qo'y tikonni terish kerak xolos. Endi buni 10-15 kundan keyin enalar junini olsa ham bo'laveradi. Xudo xolasa qisqa videorolik orqali narxlarni yoritib beramiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Do'stlar, mana buni qaranglar. Bir haftalik qo'lchoqchalar mana. Bir haftalik bo'ldi. Haqiqiy simjon sallojun. Mana. Tozasi. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq, bunda ham bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Bu 1,5 oy, 2 oylik borib bormagan qo'zichoqlar. O'zimiz Messi 4 oylik, 3 oylik qo'zini damini beradi mana. Xudo xolasa, bitta bolali ham bunchalik boqolmaydi. Egizakni boqqanini qaranglar, bir xilda, maşalloh. Bir xilda hali ajratmagan. Armoni yo'qlaridan da muhimi. Bittadan qo'chqor, bittadan sog'liq. Ikkovida ham. Buni bo'yi 80 plus, buniki 80 ga olaverasizlar. Ikkovini ham yoshlari 4-dan 2-chi bolalari do'stlar. Birinchisidan egiz tuqqan bular, ikkinchisi mana. Egizak qo'y so'raganlarga tavsiya qilib bo'lamiz. Qiziqqan ishqibozlar pastga raqamlarga qo'yib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar, bu masalan videolarimizni cho'zmaylik. Men gapim, men maqtayapmiz, eng qizig'i narxida bo'ladi. Narxini ikkovini bir joyga olganga 16 millionga dastavkasini qilib beramiz mana. 16 millionga dastavkasini qilib beramiz. To'rovini bir joyga olganga. Ya'ni 8 million so'mdan. Yakkala olganga 8,5 millionga 7,5 million so'm mana. Jupini olganga ozgina xayrini qilib beramiz. Qiziqqan ishqibozlar bo'lsa pastdagi raqamlarga qo'yib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, vodiy bo'ylab mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Xolasalang uni, xolasalang buni. Ikkoviga xayri bor akalar. Bu ancha dadil, inosen katta qo'y. Aybi shu bular yaylovda yurib, yem ko'rmagan xolos. Ozgina pardondan ozgina yem bersa, enalari ham tulab, bolalari yo'sha simjon bo'ladi mana. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. To'g'ri, kimdir qimmat deyishi mumkin, go'shtga pishsa bo'ladimi degan, go'shtga pishadigan qo'ylarimiz ham bor. Tansa aytaylik, negativligini qilaversin. Biz o'zimiz ishini qilaveramiz, xudo xolasa, o'zimiz videoni ham chiqaramiz. Negativ. Oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, keyin ham bo'ladi negativ. Misol uchun 8 millionga mol beradi. 8 millionga mol boqib 10 millionga sotsangiz, 1,5 million yem yegizdirsangiz, 500 ming foyda qilasiz. U 500 mingni qassob 1 soatda foyda qilib beradi. O'shaning uchun men sizlarga tavsiya qiladiganim, ko'paytiradigan zot uchun olinglar mana. Ikkovini emishlarni ko'rdilar mana. Bu ham. Xudo xolasa ertaga qo'y qilaman, ko'paytiraman deganlarga yoshlardan-da. Muhimi sog'lom, yemishlari zo'r 100% garantiya o'zini bolalari. Bular hozir ham yemadi mana. 1,5 oy, 2 oyga borib bormagan qo'zichoqchalar. Yedi ishchilarga bir hafta garantiyasi bor. Bolasi o'zinikiligiga ham manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda. Buni bo'yi 80 plus, buniki 80. Akalar, aloqaga chiqib qolasizlar, bo'ynida ko'kulari ham bor ekan bunisini. Bolalarini qaranglar do'stlar. Hurmatli obunachilar, shunday videomiz ham tugadi. Sizlar bilan Abdulloh Shadmin Abdulloh bo'lib, to'g'risi bo'ylarni o'lchab tichini ochib bergan sherik bo'lmadi. Bo'ylarni o'lchab tichini ochib berardim. Telemoqsalarni to'g'ri Telegram va WhatsApp orqali bo'ylarni tichini videosini tashlab beraveramiz. Sizlar bilan xayrlashishimiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa sifatli, arzon qo'ylar o'tkaza olmaslik uchun bizning kanal doimiy ravishda chiqib boradi. Aloqaga chiqib qolasizlar, pastda raqamni qoldiraman.